Bugun biz siz bilan jabrlanuvchi bilan yarashish va zararni qoplash mavzusida gaplashamiz. Yarashuv instituti o'zi nima va uning huquqiy asoslari qayerda belgilangan? Yarashuv instituti jabrlanuvchi fuqaroviy da'vogarning yarashuv to'g'risidagi arizasiga ko'ra, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish turi sifatida shaxsning aybdorligi masalasini hal etmay turib, jinoyat ishini tugatishdir. 2001-yil 29-avgustda qabul qilingan jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuniga asosan yarashuv instituti amaliyotga joriy etildi. Aytish kerakki, ushbu institut jinoiy javobgarlikdan ozod qilishning bir turi bo'lib, shaxsning aybdorlik masalasi hal qilmay turib, jinoyat ishini tugatish uchun asos bo'ladi. Yarashuv institutining ahamiyati shundaki, jinoyat ishi soddalashtirilgan tartibda tezkorlik bilan qisqa muddatlarda dastlabki tergovdan o'tkaziladi. So'ng sudda mazmunan ko'rilib, shu bosqichda qonuniy nihoyasini topadi. Natijada ortiqcha sanksiyalarlik barham topadi. Yarashuvning afzalligi birinchidan, u jabrlanuvchining va huquqbuzar o'rtasidagi nizolar jinoiy jazo choralarini qo'llamasdan hal qilishi, zararning tez va to'la qoplanishi ta'minlanishi, qayta jinoyat sodir etilishi oldini olish hamda aybdorlik jamiyatdan ajramasdan turib tuzatishdan iboratdir. Ikkinchidan, u bevosita zararni qoplash orqali nizoning tezda hal etilishiga ta'sir qiladi. Moddiy yoki ma'naviy zararning qoplanishini ortiqcha qog'ozbozliksiz amalga oshirilishi ta'minlanadi va kechiktirish imkoniyatini beradi. Uchinchidan, yarashuv instituti bevosita jamiyat va odil sudlov uchun foydali, jamiyatni huquqiy tarbiyalashga yordam beradi. Fuqarolarda jinoyatlardan himoyalanganlik va xavfsizlikning ta'minlanganligi hissini mustahkamlaydi. To'rtinchidan, retsidiv jinoyatchilikning kamayishiga sabab bo'ladi. Odil sudlov idoralarini ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar ishlarini ko'rib chiqishdan ozod qiladi. Mablag'larni va vaqtni tejaydi hamda jinoiy jazoni ijro etish muassasalarida ijtimoiy psixologik muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Yarashuv institutiga tushadigan jinoyat kodeksining normalari qaysilar? Shaxsga e'lon qilingan ayblov Yarashuv instituti doirasiga tushadigan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi maxsus qismining moddasi yoki qismiga tushsa, yarashuv qo'llasa bo'ladi. Yarashuv to'g'risida ish yuritish mumkin bo'lgan jinoyat tarkiblari Jinoyat kodeksining 66.1 moddasida tugal keltirilgan bo'lib, uning doirasida kengaytirib talqin etish mumkin emas. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 66.1 moddasi bo'yicha yarashuv institutining 47 modda va 62 ta jinoyat tarkibiga nisbatan qo'llash mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 66.1 moddasiga asosan yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish quyidagi jinoyat tarkiblari bo'yicha qo'llanilishi mumkin. Masalan, 105-moddasining birinchi qismida qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish. 106-moddasidagi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish. 107-moddasida zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish. 109-moddasida qasddan badanga yengil shikast yetkazish. 110-moddasining birinchi qismida qiynash. 111-moddasida ehtiyotsizlik orqasida badanga ortiqcha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish va boshqa nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs agar u o'z aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va yetkazilgan zararni bartaraf etsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin deb belgilangan. Aytib o'tish joizki, og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganlik olib tashlanmagan shaxslar yarashganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Taraflar yarashganligi munosabati bilan qanday qilib jinoyat ishini tugatishga erishish mumkin? Yarashganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish uchun 4 ta shartning mavjud bo'lishi talab qilinadi. Birinchisi, eng asosiy talab, JKning Jinoyat kodeksining 66.1 moddasida jabrlanuvchi fuqaroviy da'vogarni jinoyat sodir etgan shaxs bilan yarashganligi talab etiladi. Yarashuv to'g'risidagi kelishuv, surishtiruv, tergov organlari yoki sudda jabrlanuvchi tomonidan taqdim etilgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi bilan yarashganligi munosabati bilan jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi ariza asosida rasmiylashtiriladi. Yoki jabrlanuvchining arizasiga asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi mazmunga ega bo'ladi.
Aytib o'tish joizki, agar ish bo'yicha bir necha jabrlanuvchi bo'lsa, faqat barcha jabrlanuvchilar bilan yarashuvga erishilgan taqdirda yarashuv to'g'risidagi ishni tugatish mumkin. Ikkinchi shart. Shaxsni jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin bir shartga ega bo'lishi kerak. Og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganligi uchun sudlanganlik holati tugatilmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar yarashganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Bundan tashqari, aytib o'tish joizki, ariza qabul qilish paytida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud jabrlanuvchiga yoki uning qonuniy vakiliga sud yarashuvini tasdiqlasa, u mazkur ish bo'yicha ish yuritishni qayta tiklash to'g'risida iltimosnoma bilan berish huquqini yo'qotishini tushuntirishi zarur. Uchinchi shart. Aybdor shaxsning aybiga iqrorligi va yarashuvga roziligi bildirish shart. Jinoyat ishi bo'yicha yarashuv ixtiyoriy bo'lishi shart. Yarashuv to'g'risidagi ishlar sud majlisida ko'riladi. Agar sud majlisi davomida yarashuv aybiga iqror bo'lish ixtiyoriy emasligi, zararni qoplashdan bosh tortish, shuningdek, sodir etilgan qilmishga og'irroq jinoyat tarkibi belgilari mavjudligi aniqlangudek bo'lsa, sud umumiy qoidalar bo'yicha surishtiruv yoki dastlabki tergovni yuritilishi uchun ishni prokurorga yuborish to'g'risida ajrim chiqaradi. To'rtinchi shart, shu bilan birga yarashganlik munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish aybdor shaxs tomonidan jabrlanuvchiga keltirilgan jismoniy, ma'naviy va mulkiy zararni to'liq qoplagan bo'lishi kerak.